Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan aviatsiya aviasafon xodimi Jahongirjonman. Xudo xolasa bugun 12 noyabr 2025-yil aeroport Pulkovodamiz. Birinchi reysimiz Sankt-Peterburgdamiz, keyin Toshkent, Andijon yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Passajirlarimiz kelgan joylar to'liq. Assalomu alaykum. Xudo xolasa biz esa xizmatdamiz, qo'ldan kelgancha yordamlar. Ikkita so'mka bitta qilib o'raman. Xudo xolasa biz esa xizmatdamiz, hurmatli o'rtoqlar. Gruppamga ham aytib o'tdim. Men shu nomerimni beraman. Har bir odamga aeroportga kelishdan oldin 3 minut qolganda yo 4 minut qolganda telefon qiling deb aytaman. Holatlarim bor turib, men tekshiradigan holatlar. Keyin sababchi bo'laman. Kimgadir yordamim tegadi. O'shanday qilib nomerlarimni beraman. Bizdagilar lekin nomerni olgandan keyin bilaman, ketayotgan odam uxlay olmaydi, lekin kechasi soat 4 da ham telefon qilaveradi, 5 da ham telefon qilaveradi. Biz 4-5 larda uxlaymiz, mana bu yerda bola chaqalarimiz bor. Ular bezovta bo'lmasligi kerak. Shu telefonimiz bezovta qo'ymaymiz. Qandaydir sulchanida bo'lib qolmasin. Lekin odamlarga, har bir odamga telefon raqam berilgandan keyin iltimos, akajon, shu aeroportga 10 minut qolganda telefon qiling. Men shu yerdan boryapman deb desak, baribir tushunmaydi. 5-6 dan ber. Unaqa bo'lmaydi.